Assalamu alaykum hörmətli televizor görgüçülər. Yaxşımısınızlar? Yaxşımsızlar. Dünya Uyg'ur Qurultayı Tor televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men riyosatchi İftixor Abdurashid. Men riyosatchi Zumraday Erkin. Bugun çarşamba. Hörmətli ko'rmanlar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızın təfsilatı bo'lsin. Dünya Uyg'ur Qurultayı 8. navbatlik qurultayning Amerika va Kanadadagi vakillarini saylash va bekitish xizmati o'ngishli tamomlandi. Kanadada 27 iyul kuni Kanadaning Toronto, Montreal, Ottavadagi Uyg'urlarni asos qilib, Dünya Uyg'ur Qurultayı 8. navbatlik umum qurultay vakilligiga saylangan vakillar Kanada jamoatiga o'zini tanishtirib o'tgan. Bu faoliyatga Kanada parlamentidan Liberal partiyasi vakili, Kanada parlamenti Uyg'ur do'stlik guruhining raisi Semir Zubeyri va Kanada konservativlar partiyasining Ming'aral parlament a'zosi Mike Bratlar qatnashgan. Dünya Uyg'ur Qurultayı qonun komitetining mudiri Mehmet To'xta apandimning bildirishicha, Kanadadagi bu qitimqi faoliyat yana Quzat Altay apandiga Kanadaga 10 ming Uyg'urni yetkash programmasi uchun qilgan yordamiga rahmat bildirib, tashakkurnoma taqdim qilingan. Kanadaga 10 ming Uyg'urni yetkash programmasi boshlanganda, Quzat Altay apandim bu tur uchun ishlayotgan mutaxassislar va boshqa chiqimlar uchun 60 ming dollar iqtisodiy yordam qilgan edi. Amerikada 30 iyul kuni Amerika Uyg'ur birlashmasi tarafidan atoqli tadqiqotchi Adrian Chance va tanilgan kishilik huquq faoliyatchisi Sophie Richardson bilan Amerika Uyg'ur markazida suhbat o'rinlashtirilgan. Suhbatdan keyin Dünya Uyg'ur Qurultayı vakillik uchun ko'rsatilgan 15 vakil o'zini tanishtirib o'tgan. Erkin Asiya radiosining 30 iyul kunidagi xabarda bildirishicha, Xitoy hukumati Korlada davom qilayotgan qora razil kuchlarga zarba berish nomidagi bostirish harakatida 76 kishini 200 bilan ayblab tutqun qilgan. Xitoyning atalmish qora kuchlarga zarba berish harakati Xitoyda jamiyatdagi ijtimoiy jinoyatlarga qaratilgan bo'lsa, Sharq Turkistonda Uyg'urlarni nishon qilib bostirishni asos qilmoqda. Bu haqda mutaxassislarning bildirishicha, Xitoy xalqaro jamiyatni aldashga urinayotgan chet eldagi bir qism Xitoyparastlarni yurtiga berib, tuqqanlarini ko'rishga ilhomlantirayotgan bu vaqtdami bu tutqun qilish va bostirishlarning davom qilishi Xitoyning Uyg'urlarni nishon qilgan bostirish va kollektiv jazolash harakatlarining uzluksiz davom qilayotganligini bildirdi ekan. Türkiye'deki Öktiş Partiya İyi Partiyasi parlament a'zosi Bug'ro Qovunju hukumatni Turkiyaga hamma davlatdan mablag' kelsa bo'ladi, lekin Xitoy xatarlik deb Xitoyning mablag' va kredit to'siqidan ogohlantirgan. Bug'ro Qovunju apandi yana hukumatning Shanxay hamkorlik tashkilotiga yiqilishayotganligini tanqidlab, Shanxay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlarda assimilyatsiya mavjud va axborot erkinligi yo'q degan. Türkiye'deki ba'zi öktiş partiyalar hukumatni Xitoyning Turkiyaga mablag' silishiga ichib o'tishining xatarligi ekanligini ilgari surib, hukumatni davomli ogohlantirmoqda ekan. Bug'ro Qovunju apandi yana 600 nafar parlament a'zosi qatnashgan Turkiya parlamenti umumiy yig'inida faqatla avtomobil sohasida emas, balki boshqa sohalarda ham Xitoy mablag' solg'uvchilarga cho'ng yo'l ochilganligini, Xitoyning Turkiyada faqat savdo sohasida emas, balki axborot sohasida ham ta'sirining kuchayayotganligini, vatanimizdagi irqiy qirg'inchilik o'tirib qo'yilgan hamon ba'zi Xitoyparast qalamkashlarning bas-basda Xitoyni maqtab maqolalar yozayotganligini bildirib, Turkiyada kunsir eg'irlashayotgan Xitoy bilan Rossiyaga eg'ish xohishini qattiq ayblagan. Almaty shaharlik 10-o'rta maktabidagi Uyg'ur qizi Rusalina Abdullayeva Gruziyaning Batumda o'tkazilgan 13 davlatdan 250 mayr qatnashgan xalqaro shaxmat musobaqasida oltin medalga erishib, muhojirat Uyg'urlarni hayajonga solgan. Batumdagi bu faoliyatda 13 davlatdan kelgan 250 mayr guruhlarga bo'linib musobaqaga qatnashgan. Uyg'ur qizi Rusalina 3-guruhda musobaqaga qatnashgan bo'lib, u qatnashgan guruhdagi 13 davlatdan kelgan 74 mayr ichidan birinchilikka erishib, oltin medal olgan. Shvetsariya Uyg'ur jamiyatining kuch chiqarishi bilan Shvetsariyada nashr qilinadigan Tibetga nazar, ya'ni Tibet Focus jurnali Uyg'urlar uchun maxsus sahifa ajratgan. Bu jurnal Shvetsariya, Germaniya, Avstraliya, Luksemburg, Liechtenstein qatorliq nemis tilli davlatlarga tarqatilgan bo'lib, 10 mingdan jiq nemis mushtarisi bor. Bu jurnalda hozirgacha jurnalist Habibullah Izchining qalami bilan 5-iyul Urumchi qirg'inchiligi, 5-fevral G'ulji qirg'inchiligi, Baran inqilobi, Xitoyning Sharq Turkistondagi nazorat sistemasi qatorliq Xitoyning vatanimizda elib berayotgan irqiy qirg'inchiligi va assimilyatsiya siyosatlari, vatanimizning tarixi, jug'rafiyasi, Sharq Turkiston masalasi nemis tilli davlatlarga tanishtirilgan bo'lib, bu qitimqi sonida yana yakan ilishqi qirg'inchiligiga bag'ishlangan maxsus maqola e'lon qilingan. Hörmətli ko'rmanlar, tövəndə diqqətinizlərə kunlik xabarlar proqramımızın təfsilatını sunduk. Keyin qitimliq sonimizgacha ko'rishgacha omon bo'lasizlar.
Станциямызның YouTube kanalına a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh. Can.